Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugungi mavzuyimiz ta'lim nazariyalarini bola intellektini rivojlantirish amaliyotiga tatbiq qilish mavzusida siz bilan gaplashamiz. Ushbu taqdimotimizda ta'lim nazariyalarining o'quvchilar yoki bolalar intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o'rni va ulardan amaliyotda foydalanish yo'llari atroflicha ko'rib chiqiladi. Biz kognitiv va konstruktivistik yondashuvlarning ahamiyatini, shuningdek, Piaget, L.S. Vygotsky, Bloom va Gardner kabi buyuk pedagoglarning nazariyalarini bugungi prezentatsiyamizda tahlil qilib o'tamiz. Biz ushbu mavzu yuzasidan 3 ta reja asosida gaplashamiz. Avvalambor birinchi rejamizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, ta'lim nazariyalari asosida o'quvchilarning optimal usullar orqali ma'lumotlarni xotirada saqlash va qayta ishlash ko'nikma va malakalarini rivojlantirish masalasida gaplashsak, ikkinchi rejamizda bola intellektining rivojlanishi, eng yaqin rivojlanish sohasi, o'quv maqsadlari taksonomiyasi, intellektning ko'p turliligi, konstruktivizm haqidagi ma'lumotlar va ulardan amalda foydalanish pedagogikada nazariy hamda amaliy yo'nalish sifatida rejasi hisoblanadi va 3-rejamiz Bloom taksonomiyasi asosida o'quvchilarda fikrlashning quyi darajalariga qaratilgan faoliyatni samarali tashkil etish yo'llari haqida gaplashib o'tamiz. Avvalambor kirish qismidan boshlaydigan bo'lsak, ta'lim nazariyalarining evolyutsiyasi, kognitiv va konstruktivistik burilishi haqida gaplashadigan bo'lsak, 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab ta'lim nazariyalarida bilamizki, sezilarli darajada o'zgarishlar vujudga kelgan. Insonning bilish jarayonlari, shuningdek, axborotni qabul qilish, qayta ishlash va xotirada saqlash mexanizmlariga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Ilgari ustuvor bo'lgan behavioristik yondashuvlar o'rnini bosqichma-bosqich kognitiv va konstruktivistik yondashuvlar egallashni boshladi. Aynan shu soha bo'yicha ish yuritgan insonlarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi rasmda Jon Woodson, keyingisida Barry Skinner, Ivan Pavlov, Jan Piaget, Benjamin Bloom, Lev Vygotsky aynan bular nazariya va amaliyotni bog'lash haqida o'z ishlarida so'z yuritishgan. Asosiy yondashuvlarimizdan behaviorizm va uning cheklovlari haqida gaplashadigan bo'lsak, behavioristik ta'lim nazariyasi o'rganish jarayonini asosan stimul reaksiya mustahkamlash modeli orqali tushuntirib, bilimlarni mexanik takrorlash va mashq qilish orqali xotirada saqlashni ilgari surib borgan. Ammo ushbu yondashuv axborotning mazmuniy qayta ishlanishini, o'quvchining fikrlash faolligi va ma'noli o'rganish jarayonlarini yetarlicha hisobga olmadi. Shu sababli uzoq muddatli xotira va bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llash nuqtai nazaridan cheklovga ega hisoblanadi. Va aynan mana shuni behavioristik yondashuvni o'rnini egallagan kognitiv va konstruktivistik yondashuvlar haqida gaplashadigan bo'lsak, yangi ufqlarni kashf etib borishdi bular. Aynan kognitiv nazariyasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'rganishni inson ongidan kechadigan axborotni qayta ishlash jarayonlari bilan bog'laydi. Ma'lumotni o'zlashtirish, sensor qabul qilish, qisqa muddatli xotirada qayta ishlash va uzoq muddatli xotirada saqlash bosqichlaridan iborat hisoblanadi. Va keyingi nazariyaga o'tadigan bo'lsak, bu albatta konstruktivistik nazariya hisoblanadi. Bunda o'quvchining ta'limdagi faol subyekt sifatidagi rolini ta'kidlab o'tadi. Bilim tayyor holda berilmaydi, balki o'quvchining shaxsiy tajribasi, muammoli vaziyatlar va ijtimoiy hamkorlik jarayonida faol ravishda yaratib boriladi. Va so'nggi yondashuvga keladigan bo'lsak, metakognitiv yondashuv. Bunda o'quvchining o'z o'qish faoliyatini anglashi, nazorat qilishi va baholashini muhim omil sifatida qaraydi. Bu ma'lumotni xotirada saqlash va qayta ishlash ko'nikmalarini ongli ravishda rivojlantirish imkoniyatini berib o'tadi. Mana shu yondashuvlar uyg'unligi o'quvchilarning bilimini chuqur anglashi, uzoq muddatli xotirada saqlashi va amaliyotda samarali qo'llashini ta'minlab beradi. Asosiy ta'lim nazariyalariga keladigan bo'lsak, kognitiv rivojlanishning nazariy asoslarini mana shu 3 olimimiz o'z ishlarida keng yoritib berishgan. Birinchi navbatda Piaget, ya'ni bu bola intellektining rivojlanishini
yoritgan hisoblanib, bola intellektual rivojlanishini 4 bosqichga ajratib berganlar. Birinchi bosqichida sensomotor operatsiyalargacha konkret operatsiyalar va formal operatsiyalarni bo'lib berganlar va ta'lim mazmuni o'quvchilarning yosh va kognitiv imkoniyatlariga moslashtirish zarurligini asoslab kelganlar. Va Vygotsky eng yaqin rivojlanish sohasini ochib berganlar. Bolaning mustaqil bajara oladigan faoliyati bilan kattalar yoki bilimdon tengdoshlar yordamida bajara oladigan faoliyati o'rtasidagi farqlarni anglatadi. Ya'ni pedagogik amaliyotda qo'llab-quvvatlash va hamkorlikda o'qitish taqozo etiladi bunda. Va Bloom, hammamiz bilamizki, Bloom taksonomiyasi haqida. Aynan mana shu o'quv maqsadlari taksonomiyasi deb ataladi ham. Bunda ta'lim natijalarini tizimli rejalashtirish va baholashda muhim ilmiy asos hisoblanadi. Bilimlarni egallashni 6 darajaga ajratadilar. Bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez va baholash. Aynan biz mana shu Bloom taksonomiyasi haqida kengroq ma'lumotga ega bo'lamiz keyingi bosqichlarda. Intellektual xilma-xillik va konstruktivistik yondashuvga keladigan bo'lsak, bu haqida nazariy asoslarini Gardner degan olimimiz o'z ishlarida yoritib berganlar. Bunda intellektning ko'p turliligi haqida to'xtalib o'tganlar. Insonda bitta emas, balki bir nechta intellekt turlari mavjudligini asoslaydilar. Misol uchun lingvistik, mantiqiy matematik, vizual fazoviy, musiqiy, kinestetik, shaxslararo, interpersonal va naturalistik kabilarni o'z ichiga oladi. Bu individual yondashuv va differensial ta'limning metodologik asosini tashkil etishini bayon etganlar. Va Arendis haqida gaplashadigan bo'lsak, uning konstruktivizmi bilimni o'quvchining faol bilish faoliyatini natijasi sifatida talqin etadilar. Bunda ta'lim jarayoni muammoli vaziyatlar, izlanish, refleksiya va ijtimoiy muloqot asosida tashkil etilishi lozimligini ta'kidlab o'tadilar. Aynan Bloom taksonomiyasini amaliyotda qo'llash haqida gaplashamiz. Bloom taksonomiyasi asosida fikrlash darajalarini tashkil etar ekanmiz. Ya'ni bunda zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning faqat bilimni yodlab olishi emas, balki uni tahlil qila olishi, baholashi, yangi g'oyalar yaratishi asosiy pedagogik maqsad sifatida qarab olingan. Bloom taksonomiyasi o'quvchilarning fikrlash faoliyatini quyi va yuqori darajalarga ajratib beradi. Bunda ta'lim jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etish imkonini beradi. Ko'rib turibsizki, mana shu Bloom taksonomiyasini piramidasi hisoblanadi. Ta'lim maqsadlarini murakkablik va o'ziga xosligi qarab 6 darajalarga ajratish tizimi hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek eslab qolish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va ishlab chiqish yuqoriga qarab ketyapti. Aynan eslab qolish haqida gapiradigan bo'lsak, bunga misol sifatida ro'yxatni sanab o'tish, qayta so'zlab berish, nomini eslab aytish, aniqlash, moslashtirish yoki tanib ajratish. Misol uchun keltiradigan bo'lsak, birorta bir hikoyani qayta so'zlab bering deyish bu eslab qolishimizga misol bo'la olishi mumkin. Va keyingi bosqichimiz bu tushunish bosqichi. Tushunish bosqichida tasvirlash, qayta so'zlash, muhokama qilish, taqqoslash, o'z so'zi bilan aytish hisoblanadi. Ya'ni bunda mana shu birorta bir hikoyani berganimizda uning asosiy g'oyasini so'zlab berish kabi topshiriqlarni berish orqali biz tushungan, tushunmaganini bilib olishimiz mumkin. Va qo'llash bosqichi. Qo'llash bosqichida hisoblash, taxmin qilish, qo'llab ko'rish, masalani yechish, foydalanish, taqdim qilish, namoyish qilish kabilarni misol qilishimiz mumkin. Va ana shu hikoya haqida ketayotgan bo'lsa, hikoyaga berilgan rasm asosida taxmin qiling. Ya'ni birorta bir hikoyaga mos bo'lgan rasm keltirilgan bo'lsa kitoblarimizda, mana shuni qo'llab ko'rish, ya'ni tushuntirishmi, taxmin qilish, kelajakda nimalar bo'lishi mumkin, ana shu narsalarni taxmin qilish orqali bilib olishimiz mumkin. Va keyingisi tahlil qilish ko'nikmasi. Bunda guruhlarga ajratish, qismlarga ajratish yoki diagrammasini tuzish, soddalashtirish, namoyish qilish kabilarni misol qilishimiz mumkin. Masalan, hikoyaning 3 ta asosiy qismga ajrating. Hikoyani mana shu 3 ta asosiy qismga ajrating degan savol qo'yish orqali tahlil qilishini o'rganib olamiz. Va keyingi